Captiva 2 turdan boshladik bugungi ishimizni. Mana bu 2 tur atmosferli motor. Adashmasam 2008 dan 2010-yilgacha chiqqan bunaqa motorda. Bosh kompyuter turadi. Oldin eski Lacetti bor 2005-2006 chiqqan. O'shalarning motoriga o'xshaydi mana. Lekin bu 2 tur motor. Mashinada qaynash bor. Mana o'sha muammosini bartaraf qilamiz inshaalloh. Kompyuter orqali programmasini считывать qilib olamiz и redaktor orqali ochib четкий настройка qilamiz, ya'ni vovремя ishlaydigan qilamiz. Kerak paytda ishlaydi, kerak emas paytda o'chib turadi. И mashina qizib ham ketmaydi. Captiva'ning любой modeli bo'yicha aynan o'sha kondisioner sistemasidagi muammo deysizlarmi, ya'ni sovutish tizimida bo'ladigan ventilyator ishlash yoki kech ishlash, alaykum assalom. O'shalar bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Men pastda raqam qoldirib qo'yaman. Kelishinglar hal qilsanglar bo'ladi.